Oltinsoy tumanidagi 67-sonli umumta'lim maktabi Termiz davlat universitetiga ustoz shogird tizimi asosida biriktirilib, oliygoh tomonidan ta'lim jarayonlariga amaliy ko'mak berib kelinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz. Termiz davlat universitetining tabiiy fanlar fakultetiga biriktirilgan Oltinsoy tumanidagi 67-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida fakultet professor o'qituvchilari tomonidan maktab o'qituvchilariga metodik yordam ko'rsatish, ustoz shogird tizimini yo'lga qo'yish, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, ularni turli tanlovlar, fan olimpiadalariga tayyorlash, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Maktabda biologiya va geografiya faniga ixtisoslashgan sinfxonalari ham tashkil etilib, fan doirasida foydalaniladigan o'quv qurollari va materiallari bilan jihozlangan. Shuningdek, tabiiy va aniq fanlarga mo'ljallangan boshqa xonalarni jihozlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ham berildi. Shu kuni tabiiy fanlar fakulteti zoologiya va botanika kafedrasi mas'ullari tomonidan maktab o'quvchilari uchun sportning shaxmat, shashka turlari hamda zakovat intellektual o'yinlari ham tashkil etildi. Bu tanlovda biz anchadan beri kutayotgan edik. Unga qattiq tayyorlandik va ushbu natijalar e'lon qilinganda biz g'olib bo'lishimizga qattiq ishonamiz. Tayyorgarligimiz bunda zo'r bo'lgan. Aytish kerakki, professor o'qituvchilar tomonidan doimiy ravishda maktab o'qituvchilariga toifalarni ko'tarish maqsadida ilmiy metodik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning siyosiy bilimini oshirish, ustoz shogird tizimini yo'lga qo'yish, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, ularni turli tanlovlar, fan olimpiadalariga tayyorlash, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha ham mazkur maktabda amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu maktab o'qituvchilari bilan ilmiy hamkorlik o'rnatish natijasida ularga o'quv metodik ko'rsatmalar berish, mahorat darslari tashkil qilish va ularga onlayn dars o'tib, keyingi pedagogik texnologiya bo'yicha ma'lumotlar berib borilmoqda. Shu kabi tadbirlarimiz maktabdagi yoshlarimizni va maktab o'qituvchilarini zamonga mos holda rivojlanishiga zamin bo'ladi deb o'ylayman. Ushbu maktabda ikkita fan xonasi tashkil qilingan. Demak, biz bularni biologiya va geografiya fan xonasi deb nomladik. Shu vaqtgacha biz bir qancha o'sha fan nuqtai nazaridan moddiy texnik bazasini boyitish maqsadida Termiz davlat universitetining tabiiy fanlar fakulteti tomonidan bir qancha, jumladan mikroskoplar, ho'l va quruq preparatlar, 200 dan oshiq Surxondaryo viloyatining mahalliy florasiga mansub bo'lgan gerbariy nusxalarini olib kelib berdik. Biz olib kelgan moddiy texnik bazalar yoki bo'lmasam o'quv metodik tomonidan yordam beradigan har xil uslubiy qo'llanmalar, uslubiy ko'rsatmalar, shu bilan birgalikda darslik va shunga o'xshash bir qancha materiallarni olib kelib berganmizki, bu albatta o'qituvchining ham salohiyatini ko'tarishga va shu bilan birgalikda o'quvchilarni ham chuqur bilim olishga chorlaydi. Albatta, bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad ustoz shogird tizimi orqali oliy ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, maktablarda ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning oliy ta'limga bo'lgan qiziqishini yuksaltirishdir. Bu kabi hamkorlik ishlari davom etmoqda.